Habib Nurmagomedovning xotinida tarqalayotgan ushbu qiz kim ekanligini bilasizmi? Siz obuna bo'ling, men aytib beraman. O'rta chiroyli qiz bilan suratga tushayotgan video tarmoqlarda katta munosabatlarga sabab bo'ldi. Ba'zilar uni Habibning qiz do'sti deb atashadi, boshqalar esa ikkinchi xotini deb e'lon qilishdi. Qizning ismi Indigo Gokia, tadbirkor, investor va Rossiyadagi birinchi kommunikatsiya servis agentligi asoschisi. Ko'plab mish-mishlar tufayli Indi ushbu vaziyatga izoh berdi. Biz Habib bilan Synergy forumida edik va tadbirdan keyin suratga tushdik. Ertasi kuni esa barcha sport sahifalarida bu yangiliklar paydo bo'ldi. Menimcha bu noto'g'ri va muxlislar na Habibga na menga nisbatan bunday munosabatlarda bo'lmasligi kerak. Men Nurmagomedovni professional sportchi va zamonamizning haqiqiy qahramoni sifatida hurmat qilaman. Menimcha bunday izohlar mutlaqo noo'rin deya izoh berdi qiz.